Hozirgi O'zbekiston shimolining olis chekkalarida o'z vaqtida dunyoda 4-chi eng katta ko'l nomini faxr bilan olgan joy Orol dengizi joylashgan. Oxirgi yarim asrda u 10 barobar qisqardi va tarixdagi eng yirik ekologik fojialarning ramziga aylandi. Bir paytlar buyuk bo'lgan ko'l maydonini quruq cho'l yerlari egallab oldi. 1960-yilda 68 ming kvadrat kilometrni tashkil qilgan ko'lning zumrad yuzasi 2021-yilga kelib 3,5 minggacha qisqardi. Suv sathi 25 metrga pasayib, sho'rlanish darajasi yuqori bo'lgani uchun barcha turdagi baliqlar yo'qoldi va ko'l o'lik dengiziga o'xshay boshladi. Biz siz bilan kuchli BYD Leopard 5 da uzunligi 3000 kilometrdan ortiq bo'lgan hayratlanarli sayohatga yo'l olamiz. Bizni jonsiz makonlarning ajoyib manzaralari kutmoqda. Borsa kelmasning cheksiz sho'r botqog'i bo'ylab sayr qilamiz. Siz bilan bo'shab qolgan aholi punktlarini ko'ramiz va Orol dengizining tubida nima qolganligini ham aniqlaymiz. Xavfsizlik kamaringizni taqing. Bizning sayohatimiz boshlanadi. Assalomu alaykum muhtaram vatandoshlar, aziz do'stlar. Bugun biz O'zbekiston bo'ylab juda bir noyob sarguzashtlarga boy sayohatga chiqmoqdamiz. Bunda bizga BYD Leopard 5 ko'magimiz va hamrohimiz bo'ladi. Biz esa imkonsiz narsa o'zi yo'qligini biladigan sayyohlarmiz. Bugungi sayohatimiz Toshkentdan boshlab Samarqand, Buxoro, Nukus shahriga bo'ladi va oxirgi manzilimiz bu Orol dengizi bo'ladi. Tayyormisiz? Qani ketdik. BYD Bao 5 yo'ldan tashqarida haydash uchun eng yaxshi tanlov. Demak, oldingizda old va orqa tomondan bittadan elektromotor bilan jihozlangan, umumiy quvvati 505 kilovat yoki 687 ot kuchiga ega ramali yo'l tanlamas Bao 5. Shuningdek, 190 ot kuchiga ega bo'lgan iot ichki yoniq dvigateli ham mavjud bo'lib, u mashinani yanada yuqori tezlikda harakatlantiradi. Bu parallel gibrid, izchil gibrid emas. Osma bo'ylab old va orqa tomondan ikki tomonlama ko'ndalang richaglar. Pnevma o'rniga bu yerda gidro osma qo'llanilgan. Balandlik bo'yicha boshqariladigan klirens. Kamera va lidlar sensorlarning jami soni 20 ta. Avtopilot bor, avtoparkovka bor. 4,8 soniyada 100 km gacha tezlanadi. Jihozlangan massasi 2890 kg. Oynalari 2 qavatli, interyer Napa terisi va alkantara bilan qoplangan. Yo'ldan tashqarida haydash uchun 4 rejim mavjud: qor, qum, loy, tog'li hudud, toshli hudud. DMO Dual Mode Off-Road belgisi ostida boylama joylashgan iet va asosan elektr yuritmali ramali platformaga asoslangan. Pasaytiruvchi uzatma va 3 ta blokirovka mavjud. Orqa o'ng tomonda 2 ta zaryadlash porti va 31 kilovat soatli batareyaga ega. Tezkor quvvatlash uchun GBT porti, sekin quvvatlash uchun Type 2 porti bor. Boshqa tomonda esa 803 litrli benzin bakka ega. Xo'sh do'stlar, hozir soat 2 bo'lyapti Toshkent vaqti bilan, tushlik payti. Biz Toshkentdan Buxoroga yo'l oldik. Yo'lda Samarqanddan o'tib ketamiz va Buxoroda biroz to'xtab, sizlarga Buxoroni chiroyli joylarini imkon qadar ko'rsatib o'tamiz. Shu bilan birga yana bir muhim jihat, Leopard 5 bizda to'liq bak va to'liq quvvat bilan 1200 km yo'l bosadi. Biz ozmuncha masofa yurib qo'ydik, yangi yo'ldan o'tdik va hozirda 1169 km zaxiramizda bor. Buxoroga yetganimizda qancha masofa qolganini ko'ramiz. Do'stlar, ko'rib turganlaringdek, hozir biz Leopard 5 da avtopilotda yoqdik. Mana ko'rib turganlaringdek, Vadim maza qilib chipsdan zavqlanyapti va biz rulda ham ushlaganimiz yo'q. Bu vazifasi bilan to'laqonlik 100% ga bajaryapti Leopard 5 hozircha.
Ребята, мы доехали до кафе Афсана, нашего любимого, заряжаемся на зарядке и покажу вам одну интересную фишку Леопарда и почему это настолько технологичная машина. Помните, когда мы заряжали Song Pro гибридный, он принимал 18 киловатт, как в принципе все гибриды, но BYD Leopard Fanchembao, он же, принимает сейчас 51,4 киловатт мощности. И это еще не все. Когда мы только приехали сюда, буквально 5 минут назад, у нас было всего 15 или 20% заряда, и он уже набрал до 58. Я смотрел по приложению, у нас было больше 100 киловатт принимал он тогда. Просто мы сейчас только что это заметили. Мы в следующий раз, когда заедем, остановимся на другую зарядку, и у нас будет мало заряда в батарее, я вам покажу, сколько он принимает мощности. Это на самом деле удивительно. У него небольшая батарея, но как быстро он ее заряжает. То есть, в принципе, если зарядные станции стоят часто, можно, в принципе, вот так ездить, останавливаться буквально на 15 минут и подзаряжать его очень быстро. Ну, вот такая фишка еще у этой машины. Do'stlar, hammaga xayrli kech. Biz Samarqanddan o'tdik. Biz yo'lda atigi bir marta quvvat to'ldirish uchun to'xtadik. Aslida ushbu sayohatda biz yoqilg'ining umumiy sarfiga qanday ta'sir qilishini tekshirish uchun yo'lda uchragan quvvatlantirish stansiyalariga to'xtab, avtomobilimizni quvvatlantirmoqchimiz. Xo'sh, biz Samarqanddan o'tganimizni hisobga olsak, yana 1070 kilometr bor. 1070 kilometr qolgan quvvat zaxiramiz. Endi bort kompyuteriga qaraylik. Bizning yoqilg'i sarfimiz qancha ekan? Mana ko'rib turibsizlar, 100 kilometr uchun 9,6 kilovat elektr va 4,1 litr benzin. Biz 95 markali benzin quydik. 3 tonnalik yo'l tanlamas BAO 5 Samarqandga ham shunday arzimas ko'rsatkichlar bilan yetib keldi. Bu juda ham zo'r ko'rsatkich. Biz esa yana 1070 kilometr masofani toza benzin bilan 971 kilometr va elektr quvvat bilan 98 kilometrni bemalol bosib o'tamiz. Ushbu toifadagi avtomobillar uchun juda hayratlanarli ko'rsatkich. Ребята, мы доехали до Наваи, уже глубокая ночь, и сейчас нам как раз удалось зафиксировать этот момент, что машина принимает 100 киловатт мощности. С батареи всего 32 киловатта. Идемте, покажу. Вот, смотрите, ребята, 99,4 киловатта мощности принимает автомобиль. Не все электромобили принимают такую мощность, а у нас гибридный Leopard 5 принимает такую мощность. Мы сейчас быстренько подзарядимся и поедем дальше. Супер машина для путешествий получается. Были бы зарядки каждые 100 километров, можно было вообще ездить как на электромобиле. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Biz kuni kecha Buxoro shahriga yetib keldik. Biz juda ham kech kelganimiz sababli kecha efirga chiqmadik. Safiya mehmonxonasida to'xtadik. Hozir nonushta qilib, endi sizga Buxoroni eng chiroyli tarixiy obidalarini qisqa qilib ko'rsatamiz. Buxoro bu cho'lning o'rtasida gullab yashagan va cho'lni o'z qasrlar, gumbazlar va minoralar bilan bezatgan shahar. Buxoroga tashrif buyurish uchun qator sabablar bor. Uning ko'plab me'moriy yodgorliklari va tarixi bilan tanishish, Sharq muhitiga cho'mmoq, muzeylarda nodir narsalarni ko'rish, bozorlarda savdolashish va o'zi bilan ajoyib rang-yorang sovg'alarni olib ketish. Telefonni bu yerga qo'ydim. Bacham, telefon. Telefoningiz? Taassurotlaringiz qanaqa? Yaxshi, juda zo'r. Zo'rmi? Menga yo'qdi, men o'sha uzoqdan men ertalab kelib qarab ketdim. Hozir uzoqdan ochdingiz, men keldim yana. Yaxshi, juda zo'r. Удобно ekanda совсем. Bu koja. Bu koja. Mayonlari ham avtopilot bor. Ha. Bemalol palasalar bo'lsa, o'zi qo'lingiz rulda ushlamasdan bemalol ketaverasiz. Kecha kechqurun ham biz sinab ko'rdik. Kechqurun ham bemalol avtopilotda o'z vazifasini bajardi mashina. Bu ruchka, ha? Ha, bu ruchkasi. Zo'r. BYD number 1 deb qo'ying, tog'ajon. Juda yaxshi, zo'r. Do'stlar, biz sayrimiz davomida juda ham bir noyob ustaxonani kashf etdik. Bu temirchilik, hunarmandlik ustaxonasi. Bilasizlar, Buxoroda temirchilik juda ham rivojlangan. Kelinglar ko'ramiz. Birinchi taassurotlar bu juda ham chiroyli. Mana qaranglar, bu joyda pichoqlar har xili.
Aslında Stockholm bize 7. avlod bu kasb bo'yicha. Biz aslında o'qilayotgan narsamiz shu politsiya rejissiyasi tam pichoq qaychik taqlaymiz. Keling, Dilmurod jarayonni ko'rsatamiz. Mana hozir pichoqsozlik. Do'stlar, bilasizlar, Buxoro O'rta Osiyoning yuragida joylashgan bo'lib, ham madaniy, ham tarixiy jihatdan juda katta ahamiyatga ega. Hozir biz Kalon minorasida turibmiz. Kalon minorasi balandligi 47 metrdan tashkil topadi. Bu juda qadimiy tarixiy obida hisoblanadi Buxoroda. Poyi Kalon majmuasi 12-16 asrlarda qurilgan va 2 madrasadan iborat. Miri Arab va Amir Alamxon madrasalari, Kalon minorasi va shu nomdagi masjid. Manzarada ko'rsatilgan kabi ushbu joyda arablarning 8-asrdagi fathidan avval ham jome masjidi va minora bo'lgan. Chingizxonning Buxorodagi Kalon minorini qoldirgani haqida hikoya afsonaga asoslangan bo'lib, u to'liq tarixi yo'q bo'lsa-da, uning zamonidagi Mo'g'ul xonning ta'sirotlarini aks ettiradi. Mashhur afsonaga ko'ra, Chingizxon 1220-yilda Buxoroni zabt etar ekan, Kalon minorasini ostiga kelib shunday degan ekan: "Men Allohning elchisiman va sen Buxoro, qanchalik buyuk bo'lmagin, menga qarshi qurboni bo'lishing kerak. Shu shaharning cho'kkan quyoshi kabi." degan zahotidayoq dubulg'asini shamol uchiradi va dubulg'ani ko'tarmoqchi bo'lib engashib tabassum bilan deydiki: "Buxoro, men ta'zim qilgan birinchi shahar bo'lding" va ushbu minorani tegmaydi. Bu afsona ramzi Chingizxonning yurtlarini zabt etish maqsadlari bilan birga uning madaniy merosga bo'lgan ehtiromini ham ko'rsatadi. Hozirgi kunda Buxorodagi Kalon minori ushbu tarix va o'sha zamon arxitekturasini kuchini tasdiqlaydi. Do'stlar, biz Mir Arab madrasasida turibmiz. Mir Arab madrasasida bizni ota-bobolarimiz ilm va ilhom bilan shug'ullanganlar. Shunday ulug' joylarda turar ekanman, bir narsani eslatib o'tmoqchiman. Biz dunyo tamaddunida o'chmas iz qoldirgan buyuk yurtdoshlarimiz, algebra fan otasi Al-Xorazmiy, hadis ilmining sultoni Al-Buxoriy, sayyoramiz shaklini birinchi bo'lib kashf etgan qomusiy olim Abu Rayhon Biruniy, tib ilmi asoschilari Abu Ali ibn Sino, yulduzlar bilan sirlashgan Shoh Mirzo Ulug'bek, nafaqat yarim jahonni zabt etgan podshoh va sarkarda, balki ilm, fan va madaniyat rahnamosi bo'lgan Amir Timurning avlodlarimiz. Do'stlar, ushbu madrasamiz sayohati yakunida Mirzo Ulug'bek tomonidan Buxoro madrasasiga bitilgan hadis-i sharifni keltirmoqchiman. Ilm olishga intilish har bir muslim va muslima uchun farzdir. Do'stlar, buxorocha osh safiy ayrim bir tayyorlanish usuli bilan farqlanar ekan boshqa oshlardan. Hozir bizga Ilyosbek ma'lumotlar beradi va birgalikda biz boshlaymiz. Hozir guruch bilan suv aralashtirdik va ushbu suvni biz 1 soatga chetga olib turamiz. Do'stlar, biz hozir qaynatilgan go'sht suvini birinchi quyamiz. Ozgina. Do'stlar, osh safiyda farqli tomonlari, birinchisi bu mis qozonida tayyorlanishi kerak. Shunda juda ham mazali chiqadi. Ikkinchisi bu go'shtni suvini quyish. Va uchinchisi, buxorocha qilib aytganda bug'da pishiriladi, ya'ni na paru. Endilikda biz go'sht suvini quydik, endi sabzi solinadi. Asta-sekin solinadi. Endi ketidan go'shtni, qaynatilgan go'shtni suvini quydik-ku, endi shu go'shtni solamiz. Go'sht ketidan
Ziravorlar sepamiz, ya'ni zirani. Xo'sh, sabzi soldik, go'sht soldik, zira soldik. Ustidan yana bir qator sabzi solamiz. Endi ustidan mayiz solamiz. 200 gram mayiz solinishi kerak. И добавляем 200 грамм изюма. Vah, qanaqa chiroyli osh. Do'stlar, endi ustini yopib qo'yamiz biroz dimlanishi uchun. Do'stlar, hozir biz guruchni o'zini 4 minut qaynatib olishimiz kerak. Hozir endi guruchimiz qaynadi. Tezda Do'stlar, biz va nihoyat o'z qo'limiz bilan pishirgan oshimiz tayyor bo'ldi. Mana ko'rib qo'yinglar, juda ham mazali. Agar kamera hidni berganda, hidi ham juda ham mazali. Hozir endi bu oshni birgalikda tatib ko'ramiz. Плов просто песня. Божественная. Do'stlar, juda ham mazali chiqdi. Wow. Xayrli kech do'stlar. Bizni Buxorodagi sayohatimiz sizga yoqdi degan umiddamiz. Chunki bizni Buxorodagi sayohatimiz o'z yakunini topdi. Biz endi Nukusga yo'l olamiz. Do'stlar, Leopard 5 ni biz hozir quvvatlantirib oldik. Nukusga 600 kilometr yo'l bosib o'tishimiz kerak. Hozir umumiy zaxiramizda 953 kilometr bor va yoqilg'i zaxiramizda 812 kilometr qolgan. Qani ketdik. Do'stlar, assalomu alaykum. Biz hozir Nukusdamiz. Sizlarga biroz sonlar haqida gapirib o'tmoqchi edik. Toshkentdan Nukusgacha biz 1150 kilometr yurdik va bizda 75 litr benzin ishlatdik. Hozir odometrda ko'rsatamiz sizlarga, batafsil ma'lumotni bemalol ko'rishlaring mumkin. Bu BYD Leopard 5 gibrid texnologiyasi tufayli 100 kilometrga faqatgina 6,5 litr benzin sarfladik va shuni aytib o'tishimiz kerak, biz yo'l davomida Toshkentdan yo'limiz boshlangan bo'lsa, umuman ekonom qilmagan holda biz mashinani haydadik va juda ham tez haydadik. Va shuni aytib o'tish kerakki, bu BYD Leopard SUV 700 ot kuchiga ega, 1000 kilometrga faqatgina 75 litr benzin ishlatdik. Hozir biz Nukusdamiz. Mana ko'rishlaring mumkin. Umumiy zaxiramizda 1429 kilometr bor. Hozir biz zaryadka qilib oldik mashinani va sizlarga yo'l davomida natijalarni ko'rsatib o'tamiz. Bu Leopard 5 biz kutgandan ham juda ham zo'r ko'rsatkichlarni ko'rsatib berdi. Assalomu alaykum do'stlar. Biz Nukusga keldik. Biz sizlarga bugun Nukusda eng mashhur joyini Igor Vitalyevich Savitskiy nomidagi san'at muzeyini ko'rsatmoqchimiz. Qani ketdik. Do'stlar, biz hozir Igor Vitalyevich Savitskiy nomidagi san'at muzeyida turibmiz. Bu muzey O'rta Osiyodagi eng mashhur muzeylardan biri hisoblanadi. Bu muzeyda ichida 1000 dan ortiq eksponatlar bor hamda ikkinchi nom bor bu muzeyda, bu qum ichidagi Louvre deb ham odamlar atashadi. Hozir biz sizlarga bu muzey haqida batafsil ma'lumot beramiz. Keling, men biroz Savitskiy haqida gapirib beray. Muzeyning asoschisi Igor Vitalyevich Savitskiy 1950-yilda birinchi marta Qoraqalpog'istonga kelib, birinchi kundanoq bu o'lkani sevib qoldi. Qoraqalpog'iston tabiatiga, tarixi va madaniyatiga, xalqiga bo'lgan muhabbatini u davlat muzeyi uchun yig'gan kolleksiyasida namoyon etdi. Kiyevda 1915-yil 4-avgustda yurist oilasida tug'ilgan.
1950-yilda Igor Vitalyevich Qoraqalpog'istonga ko'chib kelib, o'z hayoti va faoliyatini arxeologik tadqiqotlar va qoraqalpoqlarning etnografiyasini o'rganishga bag'ishlandi. Keyinchalik zamonaviy san'at asarlarini to'plashga ham qiziqdi va bu kolleksiya Hunar san'ati muzeyiga asos sifatida xizmat qildi. Do'stlar, hozir biz yo'limiz davom etmoqdamiz. Yo'l davomida men BYDni ilg'or texnologiyalaridan bittasi DMO haqida gapirib bermoqchimiz va ko'rsatib o'taman. Mana ko'rib turganlaringdek, hozir avtomobilimiz faqat energiyani ishlatyapti. DMO bu dual mode off-road, ya'ni bu BYDni ilg'or texnologiyalaridan bittasi, sababi u gibrid avtomobillar uchun juda ham ko'p funksiyalarga ega. Mana birinchi funksiyalari bu energiya management degan bobiga kirasizlar. Energiya management degani bu energiya boshqaruvi. Ya'ni mana hozir ko'rib turganlaringdek faqat energiyada mashina harakatlanyapti. Lekin hozir biz sahroda ketayotganimiz sababli bizga bu energiya juda ham asqotadi. Shu sababli men hozir dvigatelni mana sozlash bor. Dvigatelni yoqdim. Mana hozir ko'rib turganlaringdek dvigatel mashinani quvvatlashni boshladi. Mana hozir 46%. Bu bizga juda ham foyda beradi, sababi sahroda har xil vaziyat bo'lishi mumkin va imенно shu texnologiya har tomonlama sizlarga yordam beradi. Hamda yana bitta funksiyasini ko'rsatib o'tmoqchiman. Bu o'zini aqlli quvvatlash funksiyasidan tashqari bu avtomobil quvvatlash stansiyasiga ham o'girilishi mumkin. Misol tariqasida o'sha sahroda quvvatlash kerak bo'lsa, mashinani quvvatlash kerak bo'lsa yoki biror narsa tayyorlab pishirmoqchi bo'lsalaring, mana Vitiol texnologiyasi bor. Vitiolda Leopard 5 ga ulab bemalol ikkinchi mashinani ham quvvatlashlaring mumkin. Bu juda ham avtomobil uchun, ayniqsa shunaqa yo'llar yo'q yoki sahro yo'llarida bu juda ham asqotadigan funksiyalardan bittasi hisoblanadi. Do'stlar, biz sayohatimiz davom etmoqdamiz. Ko'rib turganlaringdek, Tuzli ko'l tarafga yo'l olganmiz. BYD Leopard 5 da biz umuman butun yo'l g'adir budur, tekis emas. Lekin mana ko'rib turganlaringdek bizga bu u darajada sezilmayapti. Salom do'stlar, biz Barsakelmesga yetib keldik. Bu bizning birinchi manzilimiz. Nukusdan bu manzilgacha 200 kilometr atrofida yurib keldik. Hozir pastda ko'rib turganlaringdek Tuzli ko'l turibdi. Hozir pastga tushamiz. Yo'l davomida ko'rdilaring, yo'llar
yo'l yo'q deyarli. Hamma joy tosh, hamma yo'q loy va shu joylardan biz Leopard 5 da bemalol yetib keldik. Do'stlar, ko'rib turganlaringdek biz Barsakelmesda eng cho'qqisiga keldik. Suv ustida turibmiz desak ham bo'ladi. Juda ham chiroyli manzara. Agar fursat bo'lsa, bir marta bo'lsa ham bu joylarga kelishlaring shart. Barsakelmesning maydoni taxminan 1040 kvadrat kilometr, sharqdan g'arbga 35 kilometr, shimoldan janubga 50 kilometr. Barsakelmes bir vaqtlar tuzli ko'lning tubi edi. Tuz zaxiralari ulkan va aniq hisoblanish qiyin. Sharq tomonda esa tuzni ishlab chiqarish zavodi ham ishlaydi. Do'stlar, biz hozir Barsakelmesdan yo'lga chiqdik, Leopard 5imizda. Hozir keyingi manzilimiz bizda Sudoche oroli. Bu joyda juda ham turli xil baliqlar bor. Hozir manzilimizga yetib borib, sizlarga batafsil hamrohda ko'rsatib boramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Do'stlar, biz keyingi manzilimizga yetib keldik. Sudoche orolida. Hozir ko'rib turgan joyimiz bu 10-asrda bu joy qo'riqlash minorasi deb atalgan. Hozir sizlarga bu joy haqida batafsil aytib o'tamiz. Uzoq vaqt ilgari Sudoche ko'li Amudaryo deltasidagi eng katta suv ombori bo'lib, Orol dengizi bilan anhor orqali bog'langan. Lekin so'nggi 60 yil ichida Orol dengizi kabi bu ko'l ham kichrayib, bir qator kichik ko'llarga aylandi. Ammo shunga qaramay Sudoche o'z ekotizimini saqlab qoldi. Bu yerda hali ham baliqlar bor. Bu ko'lda ko'chmanchi qushlar to'xtaydi. Pushti rang flamingo esa uya quradi. Qarang, naqadar go'zal manzara, sahro ichidagi haqiqiy voha, oazis. Aytgancha bu yerda suv chuchuq. Afsus, bu kunlarda flamingolar issiq o'lkalarga uchib ketdilar. Ko'lning maydoni 330 kvadrat metrni tashkil qiladi. Bunda uning eng chuqur joyi atiga 3 metrni tashkil qiladi. Do'stlar, Sudoche orolini pastida Urg'a degan qishloq joylashgan bo'lgan. Bu 19-asrda baliqchilikning gavjum joyi bo'lgan. Bu joyda turli xil baliqlar bo'lgan. Do'stlar, hozir ko'rib turgan joyingiz bu Nasroniylar qabristoni. 1960-yilda ushbu joyda Urg'a atrofidagi Nasroniylarni oxirgi maskani bo'lgan, ya'ni dafn etadigan joy bo'lgan. Barcha surg'un qilingan Ural qozoqlari shu joyda dafn etilgan. Do'stlar, bizning sayohatimiz o'z yakuniga yetdi. Hozir biz Ustyurt platosiga yo'l olmoqdamiz. Ko'rib turganlaringdek, yo'llar juda ham g'adir-budur, lekin shunga qaramasdan BYD Leopard 5 a'lo darajada bajaryapti o'z vazifasini. Что, включаем режим спорт. Теперь переходим в спорт плюс. Завелся двигатель. Так. Левую на тормоз. Драйв. Правую на газ. И поехали. Эх, давно здесь самолеты не летали. Не бойся, у нас Brembo. Aziz do'stlar, shunday qilib biz Qibla Ustyurt kichik qishlog'iga kirib keldik. Bu qishloqda uncha ko'p odam yashamaydi. Bo'lsa 282 ta odam yashaydi. Oldin ilgarilari 90-yillarda bu joylar Ustyurt Komsomolsk deb nomlangan.
Do'stlar, biz ham va nihoyat oxirgi nuqtamizga, manzilimizga yetib kelmoqdamiz. Yo'l shunaqangi uzun tuyuldiki, tuganmas yo'lga o'xshadi bizga. Shunga qaramasdan Leopard 5 da biz tekis yurdik, umuman noqulayliklarni sezmadik. Mana hozir ham yo'limiz tekizmasligiga qaramasdan ko'rib turibsizlar, qiyinchiliklar sezilmadi. Biz hozir yurtalarga уже yetib keldik. Sal charchadik. Bugun dam olib, ertaga Orol dengizini sizlarga ko'rsatamiz, chunki hozir o'ng tarafimizda Orol dengiziga keldik. Juda ham chiroyli va dahshatli manzara. Ertaga ko'rsatamiz sizlarga. Do'stlar, xayrli tong. Biz bugun tunimizni shu chiroyli, ko'rkam va shinam yurtada o'tkazdik. Bu yurtda hamma sharoit bor, ko'rib turganlaringdek. Mana biz bitta futbolkada o'tiribmiz, sovuq emas, hamda eng zo'r joyi bu yurtani Orol dengizini to'g'risida joylashgan. Bugun nonushtamizni Orol dengizini oldida qildik desak ham bo'ladi. Va bunaqa yurtlarda agar yashamoqchi bo'lsalaring, bitta tun uchun 900 ming. Hamma sharoiti bor, ham tushlik berishadi, ham nonushta berishadi va chiroyli Orol dengiziga manzara bilan maza qilib dam olib ketishlaring mumkin. Do'stlar, assalomu alaykum. Yana bir bor biz hozir sayohatimizni davom etmoqdamiz. Biz hozir Aktimsiq tarafiga yo'l olganimizda biz shu joydagi yashovchilarni uchratib qoldik va ular bizni BYD Leopard 5 ga juda ham qiziqishdi. Shuni inobatga olish kerakki, o'zlarida ham juda ham zo'r mashina borligiga qaramasdan. Assalomu alaykum. Meni ismim Oysha, siz ismingiz nima? Berikmi ismi? Berikmi? Bu kishilarning ismi Beriklar. Bu joylarda nima bilan shug'ullanasizlar? Bu joylarda Artemiya qurt teramiz. Juda qiziq ma'lumot do'stlar. Bu joylar deyarli sahro va suvdan faqat Orol dengizi bor va bular juda ham noyob qurtni terishar ekan va Artemiya degan qurt bor ekan va shuni bu joydagi xalq terib sotasizlar, to'g'rimi? Ha. Terib va sotiladi. Juda ham aytib bo'lmaydi, lekin juda ham mashhur, juda ham rivojlangan davlatlar bu qurtni olishadi. Endi yuring, mashinani ko'rsatamiz sizga. Bu bizda BYD Leopard 5. Bu bizda gibrid mashina. So'raga. Mana knopkadan yoqiladi. Mana EV, HEV bor. Bu gibrid va elektr. Mana har xil rejimlari bor. Например, qorda ham yurish mumkin. Sразу qor rejimiga o'tadi. Qumda. Hozir mana yo'lda Orol dengizining oldidan kelganimizda juda ham loyiha yo'llar chiqdi. Mana loyiha yo'llarga mos bor. Oldi sidenyalarida masaji bor va isitish tizimi bor. Bitta zaryadka bor. Hamda bitta zo'r texnologiyasi bor, DMO degan. DMO mana shunaqa sahro joylarda nima qilsangiz, dvigatel o'zi zaryad qiladi. Hamda misol tariqasida agar mabodo shunaqa joylarda yana bitta mashinaga yoki biron narsaga elektr kerak bo'lsa, bizning mashinadan elektr chiqib bemalol svet sifatidami, zaryad sifatidami, nima sifatida nima kerak bo'lsa, shuni ishlatsa bo'ladi. Zo'r. Qalay mashina sizga yoqdimi? Yoqdi. Zo'r.
Do'stlar, biz keyingi manzilimizga yetib keldik. Mis Aktumsiq degan joyga. Mana ko'rib turganlaringdek juda ham ko'rkam joy. Bu joyni eng afzal tarafi shundaki, qadim-qadimlarda bu joy dengiz edi. Mana ko'rib turganlaringdek dengiz balandligi qay darajada baland bo'lganligini, hozir esa afsuski bu joylar faqatgina sahro. Lekin bu joyda oldida, bu toshlarni oldida turganingizda juda ham bir boshqacha chiroyli manzara va shuni aytib o'tish kerakki, bizni BYD Leopard 5imiz ko'rib turganlaringdek bunaqa toshli joylarda ham o'z vazifasini a'lo darajada bajarmoqda. Do'stlar, hozir Navruzbek bizga shu joyda qani? Wow. Artemiya. Do'stlar, bu Artemiya qurti. Do'stlar, va nihoyat biz eng kutgan manzilimizga yetib keldik. Biz Orol dengizidamiz. Ko'rib turganlaringdek juda ham chiroyli manzara. Bu yerlarda juda ham sovuq, lekin juda ham chiroyli va shuni aytib o'tishimiz kerakki, 50-60 yillarda Orol dengizini 68 kvadrat kilometrni tashkil topgan. Hozir esa 3,5 kvadrat kilometrni tashkil etadi. Ustyurtning iqlimi sahrodagidek kabi quruq, yog'ingarchilik kam, yoz davomli va juda issiq. Aksariyat holatlarda harorat Selsiy bo'yicha 40 darajadan yuqori. Qishda qor kam, sovuq. Ochiq joylardagi shamollar tufayli qish nihoyatda yoqimsiz. Shuning uchun Ustyurt platosida sayohat qilishning eng yaxshi payti aprel, may, sentyabr va oktyabr oylaridir. Biz esa noyabrda keldik va kechikdik. Hozir bu yerlarda shiddatli shamol esmoqda. Do'stlar, xayrli tong. Biz hozir Mo'ynakdan ozgina yurganlaringda Orol dengizini obodonlashtirish bo'yicha ekiladigan daraxtlarni yoniga keldik. Hozir Karmadin aka bizga batafsil ko'rsatadilar. Karmadin aka, qanaqa daraxtlar bor shu joylarda? Saksovul, şerkez, kandım, bayalış, keresken, arunda. Ya? Arunda? Evet, arunda oldu. İşte kurayda yine kayıt aslında kukas yaptık baharda.
ushbu sahroni obodonlashtirish maqsadi BYD kompaniyasini yashil kelajak maqsadi bilan barobarligi uchun biz ham shu loyihani yaqin orada joriy etmoqchimiz. Ya'ni shu Orol dengizini obodonlashtirib, yana qayta holiga qaytarish masalasi bo'yicha. Karmaz aka, rahmat kattakon. Shunaqa joylarga olib kelganingiz uchun, shunaqa sahoba ishlar bilan shug'ullanganingiz uchun. Gapiraymi? Bu Orolning qurgan joyida, bu Orolni obodonlashtirish uchun biz shunaqa narsalarni yekdik. Saksovul, Cherkez, Qandim, Bayalish, Teresken, Zen, Arunda degan o'simliklarni yekdik. 100% yaxshi foiz, 100% ko'kardi. Hamma narsa bizda ko'rib tursiz, hozir hammasi ko'karyapti. O'shashka bizning. Все, Karmaz aka, rahmat. Спасибо. Спасибо. Do'stlar, mana ko'rib turganlaringdek 8 gektar yerga, mana bu tarafiga saksovul ekilgan. Hamma bu joyda ko'rib turgan daraxtlaring erta bahorda hammasi gullaydi. Erta bahorda yana bir kelib ko'rish kerak. Juda ham ko'p ekilgan, haqiqatdan ham. Do'stlar, xayrli tong. Biz Orol dengizining tubida joylashgan yo'qotilgan kemalar qabristoniga keldik. Yo'qotilgan kemalar qabristoni Orol dengizining sohilida yagona yirik port Mo'ynoq shahrida bo'lgan. Yaqin tarixda 100 mingdan ziyod aholi ushbu shaharda yashagan va baliqchilar va baliqchilik rivojlangan shahrni yagona dalili bu shu kemalar. Afsuski, o'z dengizini yo'qotgan kemalar. Do'stlar, biz Mo'ynoqdan Nukusga yo'lga chiqdik va yo'l davomida Leopard 5imizni interyeri haqida ham biroz gapirib bermoqchi edim. Ko'rib turganlaringdek 15 dyuymli ekran, juda ham katta va mashinamiz ichi harbiy tematikani eslatadi. Mashinamiz haqiqiy sayohatlarda yaxshi ko'radigan. E'tiborlaringni shu oynaga qaratmoqchi edim. Bu oynakda mana orqa obzori ham bor. Bemalol ko'rishlaring mumkin. Bu joyga ko'zoynaklarni qo'ysa bo'ladi. Yana mashinada 18 ta spiker bor. O'rindiqlari alkantara bilan jihozlangan. Mana torpeda ham ko'rib turishlaring mumkin. Juda ham chiroyli. Va yana bitta muhim narsa, termoslaringni, mana ikkita termosga joy bor. Haydash jarayonida xalaqit qilmaslik uchun ichkariga mana tepaga chiqarish mumkin. Ko'rib turganlaringdek mana agar xalaqit bo'lsa ichkariga tushirib qo'yishlaring mumkin. Do'stlar, yana bitta juda ham muhim Leopard 5 ta afzalliklaridan bittasi bu mana ko'rib turganlaringdek kichkina kamera. Bu kamera nima uchun degan savolga juda ham oson javob. Bilasizlar, Leopard 5 da avtoparkovka, avtopilot bor. Xo'sh, o'sha avtopilot sizlar yo'l jarayonida mashinani haydab ketayotganlarida mabodo ko'zlaring yumilsa yoki pastga qarasalaring yoki chalg'isalaring, shu kameradan sizga ko'rib turib, srazu mashina ogohlantirish beradi. Ogohlantirish qanaqa turda bo'ladi? Mashina silkishni boshlaydi yoki signal chalishni boshlaydi, gapirishni boshlaydi. Xullas, sizga har tomonlama ogoh beradi mashina. Bu juda ham yo'lda, ayniqsa uzoq yo'lga, bizga o'xshab uzoq yo'lga chiqqan muddatda bu funksiya juda ham sizlarga kerak bo'ladi. Hamda bizim Leopard 5imizda oldi o'rindiqda massaj ham bor va oldi va orqa o'rindiqlarda isitish tizimi ham juda ham yaxshi sozlangan. Hamda eng qiziqarlisi bu Leopard 5 da karaoke bor. Haydovchi yo'l davom ettiradi. Oldi o'rindiqda o'tirgan odam esa zerikmasdan bemalol mikrofonni sozlab, mana ikkinchi ekranda ko'ryapsizlar, ikkinchi ekranda We Sing degan, ya'ni ashula aytamiz degan funksiyasi bor. Mikrofonni sozlab, mana mikrofonni balandligi mana past baland qilib bemalol yo'l davomida maza qilib musiqadan bahramon olishlaring mumkin.
Do'stlar, mana biz ham Nukusga yetib keldik. Biz zaxiramizda 9 kilometr yana bor. Bu juda ham zo'r ko'rsatkich deb bilamiz. Sababi ko'rdalaring, qanaqa mashaqqatli yo'llardan kesib o'tdik. Mashinani umuman ayamadik. Yo'lsiz yo'llardan, cho'llardan yurdik. Shunga qaramasdan mana Nukusga yetib kelishimizga yana zaxiramizda 9 kilometrimiz bor. Bu juda ham zo'r ko'rsatkich deb bilamiz. Do'stlar, xayrli tong. Biz Nukusdan Toshkentga yo'lga chiqdik. 16 soat yo'l kezib o'tishimiz kerak. Lekin bizni komandamiz juda ham zo'r va quvnoq. Xudo xolasa yaxshi yetib olamiz. Sal kayfiyatimiz tushgan, sababi bizga Nukus juda ham yoqdi. Nukusda odamlari juda ham samimiy va mehmondo'st ekan. Shuning uchun biz hali ishonchim komilki, biz yana bu yurtlarga qaytib kelamiz. Aziz do'stlar, xayrli tong. Biz kecha ming afsus Nukusdan Toshkentgacha yetib kelmadik, chunki yo'lda charchab qoldik. Shuning uchun biz Samarqandda to'xtashga qaror qildik. Samarqandda tunda o'tkazib, hozir biz erta sahardan Toshkentga yo'l oldik. Tabiiyki nonushta qilganni ulgurmadik, lekin Leopard 5 da yana bitta juda ham afzallik tomonlaridan biri bu bizni o'zimiz xolodilnik muzlatgichimiz bor. Hozir Vadim bilan biz maza qilib nonushta qilamiz. Mana muzlatgichimizda mevalar bor hamda agar issiq taom bo'lsa, issiq taomda ham saqlasa bo'ladi. Faqat muzlatgich emas, balki ham isitib taomlarni saqlasangiz bo'ladi. Kelinglar nonushtaga birgalikda maza qilib nonushta qilamiz. Do'stlar, xayrli kech. Biz va nihoyat Toshkentga yetib keldik. To'g'risini aytsak, biz biroz charchadik, chunki juda ham uzoq yo'l bosib o'tdik. Ko'rib turganlaringdek, Leopard 5 a'lo darajada. Umumiy hisoblaganimizda 3168 kilometr masofa kezib o'tibmiz. Bu juda ham katta masofa va undan 1000 kilometrni ko'rdalaring yo'lsiz joylarda, sahrolarda biz yurdik va shunga qaramasdan BYD Leopard 5 umuman zarracha shikast ham yemadi va buzilib ham qolmadi. Hech qanaqa muammo chiqmadi mashinadan, ko'rib turganlaringdek. Va biz juda ham xursandmizki, birinchidan Qoraqalpoq xalqi juda ham mehnatkash, juda ham mehmondo'st ekan. Biz u o'lkalarda juda ham ko'p tajribaga ega bo'ldik. Juda ko'p obidalarni ko'rdik va eng asosiysi Orol dengizini obodonlashtirish ishlari olib borilayotgani bizni juda ham xursand qildi va albatta biz BYD kompaniyasi shu obodonlashtirish ishlarini ham o'zimiz tarafdan qo'llab-quvvatlaymiz. Bizni ko'rishda davom eting, sog' bo'ling, salomat bo'ling.